Xo'p, voy silender. U bor ekan. Ot. U yaxshi do'stlar. U xolajonim ham. Hop, xola ketdi. Play kanaliga xush kelibsizlar va bugun biz sizlar bilan birgalikda Granny Return'ni hard rejimda o'ynab qochib ketishga harakat qilamiz. Undan oldin do'stlar videomizga bitta like bosib, kanalimizga shpaq qilib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bo'lmasam akalar videoni allaqachon boshladik. Короче, bir obunachim Granny Return o'ynang deydi. Xo'p deb ancha bo'ldi akalar video chiqarmaganimga yo'q bo'lib ketganimga. Xo'p, nasib qilsa bu video chiqadi, xudo xolasa inshaalloh. Xo'p do'stlar, mana o'ynayapmiz. Bu endi easy da o'ynaydi degan ekan, endi easy uyatib oladi deb turib shata hard rejimda bosib yubordim. Короче, o'zingizlar bilasizlar endi bizga hop easy uyat bo'ladi. Xo'p, mayli, qani ketdik. Qani vrachga kema tomonni bir tekshirib olamiz. Qani vrachga tez bo'l. Akalar weaponki olib weaponni. Hop, endi zudlik bilan tepaga chiqib ketmasa ishkal bo'ladi. Hop, xola bilan tog'a yurgan mana shu yerlarda. Hop, qani bu yerda och. Hop, qani buni bos endi. Hop, endi mana bu yerga o'tib olamiz akalar. Xola bilan tog'a kelishini kutib turish kerak. Hop, tog'a jiyonim keldi. Hop, voy silendrin opa chiqdi. Hop, tog'a jiyonim keldi. Xola jonim ham o'tib ketdi. Yaxshi xola jiyonim. Ana shu tomonlarda bir ozgi 2 soatcha o'ynab tursalaring yaxshi ish bo'lardi. Hop, mana buni tushirib olmay o'tamiz. Hop, kelib chiqqani och bir achka mana bu yerda. Hop, endi sekin kiramiz. Hop, qani bu yerda och. Hop, endi do'stlar, hop, o'qni olish kerak. Hop, o'tiring endi bir achka. O'tirib sekin chiqib boramiz. Hop, tog'a jiyonim bor ekan. Ot. U yaxshi do'stlar. U xolajonimni ham o'tamiz. Yaxshi do'stlar, chotki ikkovi ham ketdi. Hop, mana bu yerda tekshiramiz. Akalar, gazalinamizga kerak bo'ladi. Hop, buni mayli bu tomonga tashlaymiz. Qani bir achka bo'l. Hozir bular 1 daqiqaga uxladi. 1 daqiqa vaqt emas Granny'larda. Hop, endi garojani tomonlarda switch bilan hop kema narsalari ham bo'lsa kerak. Hop, qani tezroq bo'lish kerak. Hop, qani o'tir endi, masjidga o'tir. Och, buni ochamiz. Yaxshi akalar, sparplik. Yaxshi do'stlar, switch bu switch bizga ham вообще zo'r, eng kerakli narsa shu bo'ladi bizga. Hop, buni tashab turamiz. Hop, mana bu yerda tekshiramiz. Akalar, stangan bor ekan, stangani ol bir achka ol. Voy akalar, o'ynatyapti. Qani ol. Hop, yaxshi do'stlar. Hop, endi buni ham mana shu tomonga olib kelamiz. Hop, qani buni qo'y. Hop, endi mana buni olib sekin pastga tashlab yuborishimiz kerak. Qani ol, yaxshi. Tur endi. Hop, endi buni mana shu yerdan tashlab yuborsak, hop, tushmadi, yaxshi. Mana bu yerdan hop, bu yerga akalar kemani kalti, yaxshi. Buni tashlab yuboramiz endi. Hop, yaxshi tushib ketdi ikkovi ham. Endi короче mana stanganchani ol. Xolatirilibdi chunki eshikni ochgan ovozlari kelyapti. Короче anani hop, sekin o'tib olamiz mana shu tomonga. Hop, короче return ham yangilanibdi. Hop, nimaga desalaring, hop, yangicha narsalar qo'shilibdi. Hop, video zaps yozadiganim вообще опасный edi. Hop, yaxshi XT orderda olyapman hozir videoga. Yaxshi otib olmayapti. Ish qilib otib olmasa shunday chotki video hop yomon bo'lsa menga ham alam qilib ketadi. Hop, xonani otdik. Endi tog'ani otish kerak. Tog'a kelingchi. Hop, mana shu yerda turibdi tog'a. Voy akalar, tog'a pastga qarar ekan, tezroq otib olishimiz kerak edi. Birinchi kunimiz hozir shunchaki yo'q bo'lib ketdi. Hop, mayli, endi nima ham deymiz akalar. Hop, endi yana ikkinchi qavatga chiqib olish kerak. Hop, endi tog'a pastga qarashi bilmayman, shuncha o'ynab ko'rdim, lekin tog'a pastga qaraydi deb o'ylamaydim. Hop, mayli, qani. Hop, mana bu yerda ochamizdagin. Hop, mana shu yerda nimadir bormi? Mana bor ekan. Hop, endi bu eshigini och. Mana bu yer ham eshigini ochib, buni tashlab yuboramizda. Hop, mana bu yerda bitta qisirlatib olsak, tog'a ham keladi-da. Hop, qani endi ikkovini ham kutib turamiz. Hop, xola keldi. Xola uchib ketyapti shu tomonga. Hop, endi tog'a jonimni ham bir kutib turishimiz kerak. Tog'a ham kelish kerak. Qani tog'a keling. Hop, yaxshi, tog'a ham keldi. Slendrin opa ham chiqdi. Hop, короче, hop, mana shotganni olamiz. Hop, shotganni o'qlaymiz. Qani ol, yaxshi. Hop, endi ikkovi ham chiqadi hozir. Hop, xola ketdi. Tog'a ham ketdi, yaxshi. Hop, endi akalar, biz bir oloq mana bu tomondagi ishni bitirib olishimiz kerak. Hop, mana shu yerga ikkita narsa tushgan. Qani buni olamiz. Hop, buni tashlab yuboramiz akalar hozir. Hop, endi
Bizga bittagina narsa kerak. Nima desalaring? Xo'p, of 100. Xo'p, bizga bittagina pedlak kerak. Hamma narsa tayyor. Xo'p, endi biz reysga chiqib turib, hop stanganni olib ketib, u pastda qolgan ishlarni bitiramiz. Qani, bratishka tezroq bo'l. Hop, короче, xo'lani bilan tog'a 1 daqiqaga uxlagani vashi chotki bo'ldi. Qani ol buni. Hop, chunki biz ancha ishga ulgurishimiz kerak. Hop, buni olamiz. Lekin akalar 1-2 marta hop praktika qilib ko'rganimda tog'a jonim ana shu tomondan ham tirilib qolganda, hozir tirilib qolmagan bo'lsa bo'ldi ana shu tomonda. Hop, короче akalar, reto'rin hop kuchli o'ylaguncha telefonim qizib ketyapti. Endi ma'zur utasizlar, unchalik zo'r telefon emas edi. Hop, qani yo'q buni. Hop, endi mana shu tomonlardagi ishlarni bitirishimiz kerak. Hop, buni tashlab yubor. Qani. Hop, endi xo'lani qayerdan kelganini bilamiz desak, hop, mana shu kema tomoni eshigini ochilganidan bilamiz. Hop, uje tog'a tirilibdi. Hop, ana narsa tomoni ham qo'ng'irog'i cholindi. Hop. Demak akalar. Hop, hozir xola mana shu tomonga kelib qolmasa bo'ldi-da. Chunki hozir ishlar chatoq bo'ladi bo'lmasam. Hop, bu eshigini och. Hop, mayli chaqirib olamiz ikkalasini ham. Hop, mana shu yerga o'tib ol endi. Qani bol bratishka, endi xola bilan tog'a tezroq kelsa. Hop, tog'a keldi akalar, yaxshi. Hop, endi xolani ham kutish kerak. Hop, yo to'xtab turinglar akalar, mana shu yerga chaqirib olaylik ikkovini ham. Hop, ikkovini emas, xolani chaqiramiz. Hop. Hop, yaxshi xola mana bunaqa narsa. Akalar go'sht ushlayapti xolajonim. Hop, mayli endi tog'ani kelishini kutish kerak. Hop. Yaxshi. Qani tog'a bering. Hop, mayli endi buni bu yerga tashlab turamiz. Endi akalar ana shu tomonda crowbarni ko'rganda crowbar olib chiqishimiz kerak. Chunki crowbar ham bizga вообще kerak bo'ladi. Ana bol bratishka. Hop, qani crowbarni ol. Ha akalar. Hop, bu setni ko'pchilik ko'ra olmasligi mumkin. Shuning uchun setni kommentariyaga yozib qo'yaman. Behijolat. Hop. Setdan foydalansangiz bo'ladi. O'zingiz ham tezroq ochib ketsangiz bo'ladi. Nasib qilsa ekspertga ham video yozaman. Hop, o'tir. Hop. Endi mana bu stangani ham olamiz. Yaxshi akalar. Endi mana shu yerdan eson-omongina pedlak kiyimimizni olib chiqib olsak bo'ldi do'stlar. Shu bilan bu o'yinda suramiz. Hop, mana shu tomonda ana bu iti ham bo'lsa kerak. Hop, tashlaymiz. Tur. Qani tezroq bo'l, hozir ana iti kelib qolsa lekin akalar hamma chatoq qiladi. Qani qoch. Hop, yaxshi. Hozircha iti ko'rinmayapti do'stlar. Itini olib tashlaganmi deyman-da. Chunki hop, oldingi versiyasida ko'rinardi iti. Hop, bilmadim hozir bormi yo'qmi yoki umuman menga ko'rinmadi. Mana shu tomonlarni o'zi kerak. Hop, endi короче xola kelganmikin mana bu yerga. Hop, kanishni keladi chunki 30 soniyadan ko'p vaqt bo'ldi. Hop, endi xolani kelib ketishini bir ozgina kutib turishimiz kerak. Hop, qani xolajonim, keling endi tez vaqt cho'zmasdan. Hop. Juda xola eshitmadim deyman-da do'stlar. Hop. Juda xola eshitmaganmi deyman do'stlar. Hop. Chunki eshitgani bu choqqa kelish kerak edi. Hop. Hop, mayli tushamizmi? Hop, tushdik, yaxshi. Hop, endi xola kelayotgan bo'lmasin. Hop. Sekin borib eshikni yopib kelishimiz kerak edi do'stlar. Hop, qani. Hop, yaxshi yopib qo'ydik eshikni. Hop, endi xola ozgincha keyinroq keladi. Hop. Hop, qani bo'tdi. Qani bu yer to'qil. Hop. Endi mana bu stanganni olamiz. Hop. Hop, mana shu yerda o'ldiramiz xolani. Qani xolajonim. Hop, yaxshi keldi xola. Buzungacha mana bu kiymagan narsani kuyib qochib ketishimiz kerak. Qani bol. Kuy. Hozir tog'a kelib qolsa ishkal. Hop. Qani ol, buni ol. Hop. Qani akalar, akalar mana retorunda artejini surib oldik. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lsin. Mana xola bilan o'tiribdi. Hop, bitta like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha joningiz sog' bo'lsin.